Mana akamiz molini o'zi qilishga keldik. Oltinko'l tumaniga. Hozir mana o'zi qilish jarayonidamiz. Oqtepa mahallasiga keldik yana. Andijon viloyati bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. Bo'g'oz chiqdi mana. 4,5 oylik bo'g'oz ekan, 5-oyga o'tyapti. Bola 4,5 oylik 5-oyga o'tayotgan bo'g'oz. Ikkinchi molga qo'l solish jarayonida. Birinchisi 4,5 oydan 5-oyga o'tayotgan bo'g'oz chiqdi. Bir oylik endi bo'lyapti ekan. Mol 1 oyga o'tgan bo'g'oz. Kimga ishonarli o'zga xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon raqamlariga bog'lanish mumkin. Telefon raqam profilda bo'ladi.